Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya sırağa jürüz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islaq kime? Bizi görmüş ikinci yıl. O ikinci ayının 17. günü vatandaş. Vaziyet. Hazır bir cümle değil, Çempok'un apendinin depterge, yani YouTube'daki video film, mon birge mondak bir mavzu yazılıptı, Çempok'un özü yazılıptı vatandaş. Küçüğüde haber. Beijing Merkez Komitesi işhanesi mütehassislarning fikrini qabul qildi. Xi Jinping 4 xat bilan imzo qo'ydi. İmza koydu. Xuyruy vaksinasını elip kiriş. Bu Xuyruy degan COVID-19 Amerikada işlengan vaksina. Asli İngiliz ismi nimeti isimde barda unutib qaldım keçiranlar. Xuyruy vaksinasını Cungo'ga elip kiriş. Yeni apiyon uruşidin direkt biremde. Yaponiya harbiy işlerini zor kölemde kengaytishga başladı. Cungo Kom partiyasi titrashga başladı. Amerika Tayvan qarshi olamiz dedi. Çempok'un 4. ayının 17. günü yota. Bugünkü vaziyetimiz ana şu vatandaşım. Ben tüngenki muhakememde sizge şundaq aytdim ki hazır. Amerika Qo'shma Shtatlari, mesela Avrupa İttifaqının yakında ma'qullagan qarorni qo'shganda Avrupa İttifaqı, yani G'arb dünyası, siz biz tekrarlaydigan G'arb dünyasının Cungo siyosatida yana bir o'zgarish dolqini yetib keldi vatandaş. Biz bunun 5'ini misal alsak, bu yıl 5. ayının 2. günü esingizde bak. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi nima dedi? Tayvan mustaqil bo'lamdi, bo'lmamdi, bunun biz bile hiç qanday karoyati yo'q. Biz bile iş yok bu işin. Yoki biz onun mustaqil bo'lishi yoki bo'lmasligiga to'g'risi bir nima demaymiz degan mazmunda so'zlagan to'g'ri. Shu vaqtda biz sizlarga so'zladik, Amerikada siyosat o'zgarishga boshladi dedi. Aralık'tayken 7 aylık 8 aylık vaqtni olganda menimcha shunda o'ylaymanki Amerika Cungo hukumatiga bir tarafdan taklif berdi, bir tarafdan tushuncha nasihat berdi, lekin Cungo hukumati oxirgi hisobda qaraganda buni qabul qilmadi vatandaş. Amerikaning nasihat va takliflarini qabul qilmadi. Shuni o'ylaymanki, hukm bo'lsa-mu, bu logikalik hukm hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining G'arb dünyasının Cungo'ga qaratgan siyosiy o'zgarish bo'ldi. Biz bugün şunu so'zlaydik, yani şunun münasebetli halda deyilem de onu vaziyetinin ikinci hali Cungo'da ko'tarilgan virus afti. Bu intayin dehşetli kelyapti vatandaş. Bu afet intayin dehşetli kelyapti. Mavzumunda qabul sizlarga mavzulim leksiyan topshirayli. Cungo'ga qaratilgan siyosatning yo'llari. Prezident Joe Biden kelar qatimliq cho'ng harakat planini e'lon qildi. Daha bu oldimizda ekanda bu cho'ng siyosat. Mavzuli xabar 12 ayning 16 kuni Hong Kong Nolberg gazetida e'lon qilindi. Xabar mandaq boshlandi. Reuters 12 ayının 16. günü Amerika Devlet Mahkemesi'nin bir nefer əməldarının bayallardan naql keltirib. Bunda ko'rsatdi. Prezident Joe Biden hükümeti 12 ayının 16. günü yig'in açıp Devlet Mahkemesi'nin boshqarishi ostida Cungo gruppasi qurilganligini rasmiy e'lon qildi. Xabarda Cungo gruppasining qurilishi mundaq tasvirlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesining boshqarishida qurilgan Cungo gruppasining qurilishi kuchaytma, vokul urush, ya'ni Cungo'ga qaratgan siyosatni ishki jihatda qayta tashkillash harakati deganlikdir. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bu yil 5. ayının 26. günü Amerikaning Cungo siyosati to'g'risida nutq so'zlaganda
Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasida Jungo gruppasi qurdiganligini e'lon qilgan edi. Amerika ovozi 6-oyning 10-kuni mundaq ko'rsatgan. Amerika Davlat Mahkamasi bayonotchidan ko'rsatishicha, Jungo gruppasi Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining doirasida universal gruppa bo'lib, Davlat Mahkamasining qo'l ostida universal gruppa bo'lib, Washington bu yangi markazning siyosatni moslashtirish markazin Jungo'ga munosabatli kasbiy bilimlar va kuch manbalarini birlashtirdi. Biri siyosatni moslashtirdi, Jungo Komit gruppasi, ikkinchisi markazni mukammallashtirdi, uchinchisi Jungo'ga munosabatli kasbiy bilimlarni va kuch manbalarini birlashtirdi. Endi ikkinchi xabarimiz keyingi xabar. Diqqat etinglar. Bu xabarga diqqat qiling. Xi Jinping o'zi qo'mondonlik qilgan virusni harakatchan tozalash harakati yanala mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Mavzuli xabar 12-oyning 16-kuni Germaniya to'lqinlarida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Bir tomchi suvmi o'tmaydigan virusni harakatchan tozalash strategiyasi ko'zni yumib ochqicha hech nimaga qaramay qamalni echib yetishga yuzlandi. Germaniya ovozining obzorchisi Rodion Ebbehausen. Rodion Ebbehausen mundaq hisobladi. Jungo hukumatining virusdan mudofaa ko'rish siyosati tuyuqsiz o'zgardi. Fuqarolar yetim holatga, yordamsiz holatga, echinishli holatga tushib qoldi. Demak, virus siyosiy fuqarolarga yordam beradigan siyosat emas. Jungo'da. Yana bir mavzu vatandosh. Jungo de virus opti dengiz to'lqinidek yamrab kelishga boshladi. Balki bir necha million kishi virus bilan o'lishi mumkin. Beijing yoki oldiga yoki keyniga mang'almaydigan bir holda qoldi. Mavzuli xabar 12-oyning 17-kuni Van Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ommaviy sahiyya mutaxassislari yaqinda ogohlantirish berib, Jungo'da virus opti dengiz to'lqinidek yamrab kelyotdi. Jungo'ning davolash sahiyya sistemasiga og'ir oqibat olib keldi. Bahor bayramining oldi kaynida yuqori pallaga ko'tariladigan virus opti Jungo'da bir necha million kishining o'lishini keltirib chiqardi. Balki Beijing doiralariga nisbatan aytganda, hozir duch kelgan ikki taraflik vaziyat qamalni bekor qilish virus optini paydo qiladi. Qamalni bekor qilmaslik iqtisodning vaziyatini yoki optini paydo qiladi. Jungo mislsiz krizis ichiga kirib qoladi.